Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, hamma payg'ambarlar Alloh azza va jalladan duosi mustajab bo'ladigan bir duosi bor edi. Ular u duolarini hammasini mana shu dunyoda qilib oldilar. Menga berilgan shubhasiz aniq qabul bo'ladigan duoyimni qiyomatga qo'ydim. Qiyomat kuni men boshimni sajdaga qo'yib, Allohimga yig'lab, ummatim deb turib olaman. Shunda Alloh azza va jalla boshingizni ko'taring ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ummatingizni shafaat qiling deb izn beradi dedilar. Dunyoda hamma o'z nafsini o'ylab turgan bir mahalda Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizlarni shafaat qiladilar. Shunday ekan, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizni sevgandek seva olyapmizmi? Hamma narsadan ustun qo'ya olyapmizmi? Yana biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamni sevishlikda chegara izlaymiz a? Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizni sevganchalik seva olmasak ham, u zotni qo'limizdan kelganicha sevaylik, u zotni eslaylik.